kuchli tembr, keng diapazonli ovoz sohibi, bir gap bilan ta'riflaganda jonli ijro kuylashdan qo'rqmaydigan xonanda Bobur Mirzobejonov xizmatingizda bo'ladi. Sahnaga keltiramiz. Bilasiz, har bir kun, har bir sana o'ziga xos muhim voqeliklar bilan tarix zarbalardan munosib o'rin egallaydi. So'zim avvalida ta'kidlab o'tdim. 2026-yilga qadam qo'ydik. Hammamiz uchun omadli, xayrli zo'r yil bo'lsin. Shu yilni xonadon egalari to'ylari bilan boshladi. Bugun 15-yanvar, barcha Jumaniyozovlar kutgan baxtli kun. Sababi shu sulolaning munosib davomchisi Ravshan aka, umr yo'ldoshi Nazokat opa bilan necha yillar intiqib, orziqib kutgan baxtli onlarga bugun start berdi. Boshlanmoqda to'ylar boshlandi. Sulola vakillaridan yaxshi niyat istaklar bilan boshlangan o'yinlar katta bir shodiyona to'ylar bilan tabriklaymiz, qutlaymiz. Bundan-da rishtalarni bog'lashda xayrli bo'lsin. Oralardagi bordi keldi, mehr muhabbatlari davomli bo'lsin.